Xitoy kommunist rejimi 20 qurultiy mezgilida Sharq Turkistonda ilgari davom qilayotgan terror siyosatini davomli ijro qilayotganligidan bishorat bergan. Atalmış Şinjan vakillavimiga 20 oktyabr içilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarning savoliga javob berib, atalmış Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash siyosatini davomlashtirayotganligini ta'kidlagan. Xitoy xalq to'rining xabarida bildirishicha, 20 oktyabr kechda 20 qurultay axborot markazi 5-maydon kollektiv axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Yig'inda atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik partkomining muavin sekretari, tashviqot bo'limining boshlig'i Jang Chunlin, Qinghai, Ningxia va boshqa Xitoy o'lkalarining o'maklari bilan birga kollektiv ziyoratga qatnashgan. Bu hafta Kanada parlamenti Xitoyning zulmga uchirgan Uyg'urlar va boshqa turk millatlarning masalasini hal qilish uchun yangi tadbir elishni muzokara qiladi ekan. Yer shari pochta gazetining xabar qilishicha, 26 oktyabr chorshanba kuni Kanada parlamenti Liberallar partiyasiga tava parlament a'zosi Samir Zubarining taklifini muzokara qiladi ekan. Bu taklifda Xitoydan qochib Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlardan 10 ming odamni Kanadaga o'rlashtirish chaqiriq qilingan. Mustabid Xi Jinpingga yaqin kishilar yangi partiya rahbarlarida muhim o'rinlarga tayinlangandan keyin pay bozorida andishalar kuchaydi. Xitoy xalq pulining dollarga bo'lgan nisbati tushish bilan bir vaqtda Xitoy pay bozorimi tuvalladi. Xitoy qurultiyidan keyin Hong Kongda andishalar paydo bo'ldi va pay bozorida tushish ko'rildi. Hong Kongning Hang Seng ko'rsatmasi 4% dan ko'proq tuvalladi. Hang Seng texnika ko'rsatmasi 6% ga yaqin tuvalladi. Amerika Adliya Ministerligi Xitoyga munosabatlik 3 o'xshamagan deloga qarta ayiblash e'lon qildi. Bayonotda Gu Chunxi va Qin Wang ismli ikki Xitoy istixborot xodimining Nyu-Yorkdagi bir Xitoy shirkati ustidan qilingan deloga munosabatlik hujjatlarni o'g'irlaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bundan boshqa bu kishilarning FBI uchun ishlaydigan bir kishiga $61,000 bit tangisi to'lab pora berganligi o'tirg'a chiqqan. Xitoyga chetishlik boshqa delolarda jami 13 odam turli jinoyatlar bilan ayblangan. Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Chris Ware bu kishilardan 10 nafarning istixborot xodimlari ekanligini bayon qildi. Angliyadagi hokimiyat beshidagi konservativlar partiyasining rahbarlik raqobatida g'alaba qilgan Rishi Sunakning Angliyaning yangi bosh ministri bo'lish Hindistonda xushallik va iftixorlik bilan qarshi olindi. Hindistondagi ijtimoiy taratquv va televiziya kanallari 42 yoshlik Sunakning muvaffaqiyati to'g'risidagi xabar va inkaslar bilan liqt oldi. Uning Hindistonlik bo'lishi va e'tiqodiy alohida diqqatni tortdi. Hindiston bosh ministri Narendra Modi Twitterda Sunakni tabriklab, dunyoviy masalalarda yaqindan hamkorlashishni umid qiladiganligini aytdi. Xitoy yer tavrashni tekshirish idorasi to'rining xabarida bildirishicha, 23 oktyabr shu joy vaqti soat 22 dan 53 minut o'tganda Sharq Turkistonning Xotan viloyati Gomin oyisida 5.1 bal yer tavrigan. Tavrash markazining cho'nqurligi 17 kilometr ekan. Xitoy rejimi texnik ofat bo'lgan rayonda maydonga kelgan iqtisodiy ziyon yoki o'lish yorilish ahvoli haqida xabar bermadi.